Yaşlık baharı kurban boğan ata-anamның neçe yıl su teşnalıqıda yerilgan çak-çak tuproq kabi qo'llariga so'yalmaginim uchun, ularning qizilgildek yoshligidan taki chochlari oqarg'uchi bo'lgan orliqqa tortgan jafo mushaqqatlarni singdirgan ajrning men uchun, faqat men uchun ekanligini bilib turib, ona, dada, jafo tortdinglar degan bir eg'iz so'zni qilolmaganim uchun sizlardan afv so'rag'ili keldim ota. Kechirim so'rag'ili keldim ana. Men bugun neni arslanlarni, shir yurak azmatlarni, bahodir palvonlarni o'z qo'yniga ilib ketgan, hech kimga rahim qilmagan dunyodan qiyirliqda holsizlangan, shundaqdimi farzand uchun mash'al bo'lib yenayotgan qadrdon otamga, mehribon onamga uzun umr tilgil keldi. Do'stim, tövendiki qurlarga quloq soling. Otangdek mehribon qayda, onangdek pasibon qayda, tümemmin mushaqqat ichira sana can bida qayda. Şu atang yölençingdir, can anang sabahingdir, sana nur aptibi bergen, jamali nur quyosh qayda. Atang bardır pulung tayyar, zaman g'ovg'asi ham qayda. Anang bardır söygüsü birle, soğuqtun sana qayda. Razı qılgın, mehir bergin, etakiga tavap qılgın. Ularsiz bu zamanlarda sana için canan qayda. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Televizor oldidagi va naq maydondagi keng ko'rarman do'stlar. Qashqardan kelgan Mehmetli Ahmeddan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Muhammad Ali. O'quvchimisiz? Qaysi maktabda o'qiysiz? Shinjong Moliya iqtisod universitetining qonun kasbida o'qiyman. Qonun kasbida. Sizning orzuyingiz? Mening orzuyim oliy maktabda men o'z kuchimga tayanib, oliy maktabga o'qish pulimni yoki yotoq pullarimni o'z kuchimga tayanib tepib, ota-onamga eg'irimni solmay oliy maktabni bitkazishni o'ylayman. Oilaning iqtisodiy besimini yengildi, shundaqmi? Uyda qancha bolasizlar? Biz 7 farzand. 7 bola. Asosiy maqsadimiz korxonachilarimiz o'tiribdi, darsdan sirtqi vaqtda ishlaydigan xizmat etish. Ota-onangizga rahmat aytish, ularga minnatdorligingizni bildirish, salom yo'llash maqsadida sahnimizga keldim deb deklamasiya qildingiz. Ota-onangizga sizning har xil shirin orzularingiz bordi. Agar sharoitim yor bergan bo'lsa, ota-onamga mundaq qilib bergan bo'lsam deb o'ylaydigan. Kichik vaqtimiz bir darslik bo'lgan Shinjong deb. Shuningda Qanaskul chiqqandan keyin dadam ilqining 4 faslda suyning rangining 4 xil rangi o'zgardiganligini ko'rib, biz endi umrimiz ashaga beribmi kelalamizmi deb shundaq degandi. Shu vaqtda endi men kichik vaqtimda ancha bek anqarmagan, keyin cho'ng'ilib esqib baqsam ota-onam uyga bormaslikka sabab endi iqtisodiy jihatdan emas, lekin shu biz uchun endi uy bir dehqon oilasi bo'lgandan keyin u yerda dehqonchilik ishlari bilan shug'ullangandan keyin shu uyga bag'dek vaqt chiqmay shunday qildim. Men shu vaqtdan boshlab o'ylaydim ota-onamni ashaga bir sayohat qildirib kelsam deb. Şu hozirlikka men o'quvchi bo'lg'achqa uni uyga olib sayohat qildirib kelishga men ojizlik qilaman hozir. Xizmat o'rni topgandan keyin ota-onam cho'qim Qanaskilga olib sayohat qildirib kelishni o'ylayman. Agar bayi degan orzuyingiz masalan xizmat tepish bilan ota-onangizni Qanaskilga olib sayohat qildirib kelish ikkisidan birini tanlang deb qolsa qaysini tanlaysiz? Ota-onangizni sayohat qildirib kelish arzusini tanlasangiz, arzuyingiz reallik aylandimi deyli. U joyda sizni lerimiz va bir qatim olib kelsangiz 3 kunlik rohatni emas, siz o'qish necha yil o'qiysiz? Yana necha yil o'qishingiz bor? Yana 3 yil o'qiyman. 3 kunlik rohatni 3 yilga tegishib etmang. Bizning shirkat yemak-ichmak kasbni tutgan shirkat. Hozir qonun kasbida korxonalar qatnashmabdi. Bu advokat akamiz bayinimizda qonun kasbidan. Başqa yemak-ichmak turini tanlab qolsangiz, bizning shirkat sizga bir kishilik shanba-shanbalik xizmat beradi. Oila besingizni yengillatishga yordam bo'lib qolsin. Rahmat. Rahmat. Unda qolsa orzuyingizni almashtiramsiz, almashtirmamsiz, o'zgartamsiz, o'zgartmamsiz?
Menimcha Sabila şirketidagi akamiz nihoyatda yaxshi taklif berdi. Endi amal bo'lsa men o'zim boshqa yo'l orqali iqtisodni hal qilgandan keyin ota-onamni xizmatga chiqqandan keyin opirishni qaror qildim. Demak, siz yanada xizmat tepishni birinchi arzu qo'ydingiz, ha? Bo'ladi. Anvar apandim. Muhammad Ali, xizmat tepish masalasiga kelganda sizniki hozirgi 2-yillikdagi oliy maktab hayotingizdan advokatlik qilish uchun adliya imtihonidan o'tish kerak, buning shartlari bor, diplom olish kerak. Menimcha, shu kasbga qiziqdingizmi siz advokatlik qilishga? Burundan endi kichik vaqtimda televizorlarda advokatlar sud ochgan vaqtda sudchilar. Shunda qiziqdim, men cho'ng bo'lgandan keyin cho'qim bir advokat bo'laman deb. Undaqda abiyam bizga o'qib bergan nasringizni kim yozdi? O'zingiz yozganmi? O'zim yozdim ota-onamga. Demak, sizning adabiyot, san'at jihatdagi qalam quvvatingizmi yaxshi ekan. Bizning shu advokatlik kasbi bilan munosabatli tarafimiz shu. Yaxshi tirishsin. Endi siz o'qish pulimni qamdab xizmat topma deyishingiz uchun birisi bu shirkatlar turibdi. Hozir ifodasini anglaysiz. Uningdan sirt yana bir taklifim endi shu oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlaringiz bo'lsa-mu, ta'tillarda, dam olish vaqtlaringizda shu Urumchidagi advokatlik o'rinlariga kirib aloqalashib ishlab tursangiz bo'ldi. Bu jihatdagi masalalarni biz qo'llaymiz sizni. Demak, agar Urumchida shunday praktik qilishni xohlaydigan ish bo'lib qolsa, siz bilan tanishtirib berasiz. Tanishtirib qo'yman juma sizga. Rahmat. Bo'ladi. Rahmat Anvar apandim. Men sizga bunday bir maslahat beray. Agar siz o'qishga haqiqiy ishtiyoqingiz bo'lsa, bizning maktab sizningki o'qish pulingizni ko'tarib berishga tamoman qurbatimiz yetadi deb qaraymiz. Aslida o'qish pulingizni biz ko'tarib bersak bo'ldi. Lekin o'qish pulini ko'tarib bo'lgandan keyin sizningki maktabda yaxshi o'qishingiz, nurg'ulgan unvonlarni olishingiz to'g'ri keldi. Agarda siz davlatlik kompyuter 2-daraja imtihonni o'talasangiz, biz sizningki oylik xarajlaringizni ko'tarib beramiz. Agar siz ingliz tili 4-daraja imtihonni o'talasangiz, sizga Intel maktabimizdan o'qish mukofot beramiz. Agar siz advokatlik imtihonni o'talasangiz, men sizni o'zimning inisi qatorida ko'rib, xizmatga o'rinlashtirish, bundan keyingi barliq ishingizga o'zim ega bo'lsam dedim. Siz shu oliy maktabda o'qishganingizda, rahmat. Rahmat. Oliy maktabda o'qishganingizda shunda men esingizni ching tutib qonun o'rinlarida ishlayotgandan keyin, ishlash orzu qilgandan keyin cho'qim mushu yo'nalishni qo'yib ketmang. Chunki insonning hayot shakli, qurbat shakli, siz cho'qim qonun sohasida o'tib chiqqan bir advokatga aylaning. Chunki biz shunda advokatlarga muhtoj. Rahmat. Cho'qim tirishgan. Hozirning o'zida nihoyat yaxshi sharoitlar maydonga chiqdi-ya. Endi oldingi shart Shirin tush chamberga kirgandan keyin bilet soni 210 dan eshish kerak. Xo'sh, undaqda Shirin tush chamberga marhamat. Naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar, mas'uliyatchanlik bilan odillik prinsipi bilan bizning Shirin tush egimizga bilet tashlashni boshlasanlar bo'ladi. 5 4 3 2 1 Xo'sh, rahmat. Keyin undaqda bizning Shirin tushlarning madadkori bo'lgan korxonchilarimiz bilet tashlashni boshlasanlar bo'ladi. 100 nomer. Rahmat. Demak, sizning nomeringiz 243. Muborak bo'lsin. Rahmat. Shirin tushlar reallikqa aylangisi. Shirin tushlaringizni reallikqa aylantirish uchun davomli alg'a. Muborak bo'lsin. Keng ustozlar rahmat. Japokesh ota-onasiga bo'lgan muhabbati va minnatdorligini elib, Shirin tushish sahnasiga yetib kelgan Muhammad Alining o'z kuchiga tayanib o'qish orzusi reallikka aylandi. U programmamizdagi suhbatlar davomida o'z oldiga egilik tiklab, tajriba to'plagan korxonchilarning yetakchiligida muvaffaqiyat bilan tanlashning munosabatini nihoyat yaxshi bartaraf qildi. Programma guruhimiz uning bundan keyingi hayot yo'llarida duch keladigan tanlash fursatlarini texnik ko'ngildagidek bartaraf qila oladiganligiga ishonadi.
chiroyli qiz. Alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Ko'pchilikka o'zingizni bir tanishtirib ketamsiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Mening ismim Madina Ablat. Men Urumchi shaharlik 16-o'rta maktabda o'qiyman. Bu yil men 13 yoshga kirdim. Rahmat. Rahmat. To'liq tushuntirib berdingiz o'zingizni. O'qinishingiz yaxshimi? O'qinish natijingiz Yaxshi. o'zingiz nihoyat jonliq tursiz. Men uchun nihoyat a'lochi, faoliyatim bor o'qishda qilsizmi? Ha. Undaqda bugungi orzuyingizni ko'pchilik bir deb beramsiz? Mening orzuyim bo'lsa, o'zimning yolg'iz kishilik naqsha kechiligim. Shu kechiligingizni planlab, butun ishni qilib o'rinlashtirib bersa demoqchiman. Ha. Iqtisodni chiqarib, planlab, barliq ishlarni o'zini o'rinlashtirib bersa, siz naqshingizni aytib bersangiz demoqchi, shundaymi? Ha. Kichik bo'lgandan keyin boshqa ishlarga aralashmasam demoqchiman. Kim bilan birga keldingiz? Hadam bilan, dadam bilan, ikkisi bilan kelgan. Adingiz bilan dadingiz keyindi boshindami? Ha. Zumrat? Hozir oq sahnada yinimi turg'ini, bu chiroyli qizniki hadisi. Avval bir tomoshabinlarga salom beraytamsiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men Madina Ablatning ojisi bo'laman. Bayatın Madina Ablat menga mushu chiroyli qizniki boshqacha bir orzusini dedi. Asli orzusi bu emas deb, misol jiddiylikka tezadi. Ash orzusini bir aytamsiz. Bo'ldi. Aslidagi bu eng chong orzusi mush sahnaga chiqib amalga oshirish. Lekin bu orzusini amalga oshirish uchun yana nurg'ilgan iqtisodiy, yana nurg'ilgan tirishchanliklarni tirishchanliklarsiz qo'lga keldi. Lekin aslidagi Madinaning orzusi bo'lsa, bir o'zining bir pianinorim bo'lsa, deydigan bir orzusi bor asli. Madina nima ish qildi? Qiyomatda orzusini. Nima ish orzuyingizni o'zgartirib oldingiz? Asli pianino bo'lsa deb orzu qildingiz, shundaqmi? Ha. Sahnaga chiqib qanday bo'lib o'zgara qoldi orzuyingiz? Mushtatsam texmi yaxshi bo'ldi deb o'yladingizmi? Mahluqni ya deydi. Hazır qaysi orzuyingizni deymiz bugun? Hadam aytgani to'g'ri, men yine tirishsam bu, men tuyqum tirishma shu orzuyim uchun shosh men pianino ilish Ne orzuyingiz qilib bekitdingizmi? Jazmlashtirdingizmi? jazmlashtirman. Dadingiz qo'shildi buningga? Qo'shildi. Bo'ldi. Unda bizning aziz mehmonlarimizning qanday gap so'z bor ekan? Madinay 13 yoshga kirdingiz. Ha. Siz abiyam tarjimalığınızını sözlegende 5 yaş vaktimden başlap naqsh etishni o'rgandim dediniz ha? Ha. Siz bu şu o'smirlik hayatınızda musobaqalar qatnashmoqdingizmi? Ha, qatnashdim. Qanday musobaqalar qatnashdingiz? Masalan, Shanxayda o'tkazilgan xalqaro bir usul musobaqasi qatnashdim. Yine nurg'unlig'a masalan bizning Şinjan'da o'tkazilgan Qarlaylis programmasini chiqdim. 6-oyning birlik 6-oyning birdagi yillik san'at faoliyatlariga qatnashdim. Mübarek bo'lsin. Rahmat. Kızım. Abiyam qanaqshini asosan yaxshi etdingiz. Azroq o'qish bor, ha? Davomli tirishing. Rahmat. Naqsh kechilik o'tkazish unchalik oson emas. Lekin sizdagi orzu armon bor. İrade bor. Buni hurmatlash tegishlik. Chunki orzu armon uchun tirishishning o'zimi bir adamgarchilik. Sizning mushu talantingiz bilan, mushu irodangiz bilan ham ishlar moslashganda bu she'rin tushlaringiz amalga oshishi mumkin. Davomli tirishing. Rahmat sizga. Xo'shundaqda, o'maq qiz tush markaziga marhamat. She'rin tushlar reallik aylang'usi. 5 4 3 2 1. Rahmat. Karxanchilarimizning bilet tashlash bosqichiga qadam qo'yamiz. 80 nomer. 80 nomer bilan qo'shqanda 201 nomer bo'ladi ekan. To'limi afsus, o'maq qiz. She'rin tushlaringiz
Bugungi programmamizda reallikqa aylanish fursatiga erishmay qoldik, lekin bundan keyin siz uchun fursatlar texi ko'p. O'zimizning qalbimizdagi arzu armonlarimizni amalga oshirish uchun hammamiz tirishchanlik ko'rsataylik. Go'zal istiqbol hammamizni kutib turyapti. Rahmat sizga, texmi tirishing. Şerin tushlarning davomli amalga oshishi notoyin. Lekin buninglik bilan bal qo'yib o'tishga bo'lmaydi. Shuning ishimizki, Madinay Oblatning talanti va tirishchanligi kelgusida uni texmi zo'r g'alaba va utuqlarga muyassar qiladi. Davomli tirishing singlim. Ko'ryapsizlar, Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Urumchi Anbi madaniyat tarqatish e'lonchilik shirkati birlashib ishlagan Ixlos Sherin tush programmasi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Qarshi olamiz. Sizdan bir tanishib olaylik. Assalomu alaykum, Mishadod tag'am barliq erinishimga mendan o'tliq salom, o'shaqdanlar xayrlik bo'lsin. Mening ismim Fatima, cho'chaklik bo'laman. Usulning ehtiyoji sababidan yuzingizni to'sib oldingizmi? Hozir usul o'ynab bo'lgandan keyin avatkil bo'lamdi. Şerin tushlar ixlos bilan tirishqandilar reallikqa aylanadi. Xinjiang ixlos kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati ixlos Sherin tush programmasi orqali Sherin tushlaringizni amalga oshirishga hamdam bo'ladi. Programmamizda sifatli mahsulotlar va iste'molchilar qalbidagi yuqori innovati bilan guvohlar yemaklik sohasida alohida obraz tikilgan Xinjiang sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati alohida talab. Bo'ldi, mayli, ito'atsizmi, xohlasangiz ito'atsizmi, mayli, mushtaq tursaqmi, o'zingiz qanday xohlasangiz shunday qiling. Mushtaq turaversin. Bo'ladi. Unda xo'si programmamizga qanday arzu-armonlar bilan keldingiz? Mening arzum biz qaramoqqa oddiy. Ammo lekin ba'zida bu shu arzu-armonlar odamning ilqinda kelgusini, turmushini, xo'shalligini belgilab qo'ydi ekan. To'g'ri. Men bu kelish orqali shu bir qitimliq operatsiya qilish fursatiga erishmoqchi. Shu orqali boshqalar meni ko'rgan vaqtida mendan qo'rqmaydigan, kichik bolalarning meni ko'rgan vaqtida qo'jaqlarga o'xshatmaydigan, bolalarning boshqalar meni ko'rgan vaqtida yoqsin ishlab to'v demaydigan, opamning meni bir shiqiyak opagan vaqtida xo'sharnarlik, xotirjamlik bilan men qariyalaydigan, o'ziga bo'lgan bir xil gunohkorlik idisini tashlaydigan bo'lish uchun mishaga keldim. Apangizni meni ko'rganda gunohkordek tuyg'uda bo'lmasligini umid qilmadingiz. Hikoyangizni ko'pchilikka agar xohlasangiz tapasingiz bo'lamdi. 20 yosh vaqtimda shu opam dadam ishga ketgan birinchi kunni uyga o't ketib, akam ishimiz mushta hadisga uchrab qoldik. Akangiz yaxshi turyapti. Akam yaxshi, akamning doktor yaxshi chiqqachqa akamniki bilinmaydi. Sizning hozir eng chong arzuyingiz shu o'zini tiklash operatsiyasi qildirish. Lekin boyagi gapingiz hammadan ko'rgan qo'rqmaydi, men shunda hech qanday tuyulmadi. Lekin ba'zanlar yana o'xshashmaydigan qo'rqayotgan. Masalan, opam bilan bir yerga chiqqan vaqtimda boshqalar
ko'rib mendan qo'rqib ketsa, opam ochiq kelib ular bilan urushqidek bo'lib ketgan. Lekin men opamni qopab, "Voy opa, xop, ishni bo'lmaydi, hammadan o'xshamaydigan tursa, bunda deyman." Ammo lekin mening rastlaysan, mening ko'nglim yerim bo'ldi. Lekin shu opamni chandırmaslik uchunlam ashta deyman, chunki men bilman. Har qanday bir otani o'zining bolasining sog' salomat bo'lishini umid qildi. Shunga ish qilib mishay keldim. Hikoyangizni bizlar o'rtoqlashganingizga rahmat Fatima. Hammaylar ham hayron qoldi, ham bu qismatingizga ichingan bo'lishi mumkin, lekin ko'proq odam sizning g'ayratingizga oprin o'qidi deb qarayman. Ko'pchilik shundaqmi? Rahmat. Opangizning uyingizdagilarning sizni yaxshi ko'rgan kishilarning azoblanishini xohlamaysiz, shundaqmi Fatima? Endi hozirgi kaygacha undaqda siz izchil uydan chiqmay yoki ma'lum doirasida turdingizmi yo boshqa ishlar bilan shug'ullandingizmi? Ya men maktab o'qib bitirdim. Qaysi maktabni? Xinjiang universitetida nima? Qaysi kasbda o'qidingiz? Bozor tijorati. Wow! Bozor tijorati kasbida o'qibdi Fatima. Siz mendan xeyli jiq kichik aqchana, ishingizni so'ramay, qizlarning ishini so'ramaymiz-ku. Fatima, nihoyat g'ayratli bir singlim ekan. Agarda shu yuzni tizash operatsiyasi qilib muvaffaqiyatli bo'lib qolsa ham shunday qilishga tilakdoshimiz. Sizning undan keyin nima ishlarni qildingiz ba? Xizmat izlab baqdingizmi hozirgacha? Ba, birinchi yil uydagilarim bilan rasm tushiman. Ondan. Reallik o'yinchini deb umid qilaman. Birinchi rasmchisiz bo'ldi, yana bormi? Onun dinginkisi yo'q. Yo'qmi? Eng chong orzuyingiz shumi? Demak, hozirgacha uydagilar bilan rasm tushib baqdingizdan, shundaqmi? Men uzoq bo'lmagan kelgusida Fatimaning uydagilar bilan birga tushgan rasmni ko'rishni bek orzu qilaman. Ko'pchilik albatta shundaq bo'lib qolsa, ko'pchilikni programmamiz orqali hushurni yetkazamiz. Fatima, xayr-xo'shlik opirin. Rahmat. Xizmat izlab baqdingizmi Fatima? Maktab bitirgandan keyin. İzdigandim. Başta bir ishki imtihon bergandim. Uni shu yiziqlik imtihondan o'tab, shu mevzudan o'tamadim. Yuzturan imtihonda o'tamidingiz? Ha. Bo'ladi. Demak, Fatimaning orzusi o'sin tuzash operatsiyasi qildirish. Xo'sh, korxonchilarimizning gap so'zlarini olib baqaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Xinjiang Uskul Sochak shirkatida bo'laman. Bizniki Asal Çatoxon qizlarning go'zalligi uchun xizmat qilamiz deb boshqa ketdimiz. Ma'lum natijalarni qo'lga keltirdik deb qarayman, lekin bizniki xizmatimizning yetersizligini sizni ko'rib qoldi. Bizniki başlamda biz yuzaki ishlatgan ter asirgan masalatan ishlatib ketdimiz. Başta bizning hamda bir o'sin tuzash o'rni bo'lgan bo'lsa, sizdek aşağıcıktan bir hacimde qolgan bo'lsak deb yaxshi bo'ladi deb shuni o'ylab qoldim. Endi bugun sizniki orzularingizni amalga oshishga teklashman. Siz bugungi biletashlar qanday bo'lishini qat'iy nazar ben imkoniyat bo'lsa, Xinjiangda balkim sizning hozir bor ahvolda o'sin tuzash o'rnlarining bormi yo'qmi operatsiya qiladigan o'zim ulug'mi. Men ishkilarga borganda men shu yerdagi do'stlik o'rinlar bilan bir aloqalashib sizga yaqinda yordamda bo'lishni. Rahmat. Assalomu alaykum singlim. Va alaykum assalom. Bayatınqi usullaringizdan, yanadaki bayatınqi o'zingizning jasoratidan men sizningki tanjatki mevliqingizni his qilmadim. Ro'yjatdikimi mevliqingizni his qilmadim. Demak, sizda bir xil ishonch, yana bir xil jasorat bor ekan. Demak, hozirgacha yaxshi o'qibsiz, nurg'un ishlarni natijalarni qozonibsiz. Demak, bu sizning ichidagi ashundaq o'shanday sohasdagi sizning shu ahvolingizga mos keladigan uchurlar bilan aloqalashib, bu jihatdan sizningki shu orzuyingizni birlikda bir amalga oshirishga biz tirishchilik ko'rsatamiz. Oxirida sizningki jasoratingizga barkallah. Rahmat. Sizni qo'llaydiganlar orasida men bojmu Fatima. Jamiyatda hamda nurg'ulg'an odamlar mushu hayotninki ba'zi bir açık qismatlari sababdan o'zi o'ylamagan ba'zi kechirmishlarga ega bo'lib qoladi singlim.
Biroq insonda yiqilish bo'lmasa, u odam qandoq yugurishni bilmaydi. Men sizningki jasoratingizga qo'l qo'ydim. Nima deganda, mishada saningizda intayin kayfiyatingizni yaxshi saqlab, ko'zingizdan yosh oqmay, iroda bilan, jasorat bilan turganingizning o'zingizning shunday bir muvaffaqiyatlaringiz bilan kelgusida xalqqa, olamga o'zingizning qaysar bir qiz ekanligingizni ifodalamoqchi. Biz bundan xo'sh olduk, afrin dedik. Bizdan mana shunday jasoratli qizlar chiqsa, bizning mard-madani yigitlar xali ko'p chiqadi deb o'ylayman. Hem de sizden çoğun mesele nima deganda, bu doktorxonasi texnikalik aloqalashish, mayli chet ellarga chiqib operatsiya qilish jarayonidagi bir qism mangdigan ishlarga mangsa, misol o'tirgan 10 korxona. Demak, 10 korxonadan boshqa butun Shinjongdagi nurg'ulgan milliy korxonalar va mishaklanmagan. Biz hammamiz birlikda ishinimizga mo'rni mo'rgitirib, sizni qisqagina 1 yil ishkil jarayonida meningcha Koreyada, Yaponiyada taraqqi qilgan davlatlarga chiqib, operatsiya qilg'izib ekirgandan keyin xizmat ko'rlashtiramiz. Undan keyin balkim misol o'tirgan korxonalar birlashib, sizning baxtli bir oilangizni qurib qo'yishimiz mumkin. Shunglashqa eng oxirgacha bizga ishining bizmi ham sizga bor kuchimiz bilan madad tilaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avaytin deb o'tdingiz, bizning shirkat sizga xizmat beramiz. Agarchi xizmat qilaman, men chiroyimni o'ngshab qo'yishlik desangiz, bizningki setishdan keyingi mulozimat bo'limimizda bir telefon apparatimiz bor. Sizga o'xshash 7-8 shunday qizlar mulozimat qiladi. Shu mulozimat o'rnimizdan sizga bir kishilik xizmatni bersak bo'ladi. Mushohadaga bir xizmat qilasiz. Fatima mening Shinjong universitetiga endi parallel o'qigan savodlashim bo'ladi endi. Shundami? Shunda endi bu Fatimaning endi g'ayrat jasoratiga endi shundaqla intayin qoyil, o'zining ro'y holatini tengshab mayli maktabda bo'lsin, shu har qanday vaqtda o'zining ro'y holatini tengshash jihatda intayin shu yuqori shu ko'tarib o'zini herkes o'zini kemsitgan anda ro'y holati bo'lmaydi. Hem de o'zining tirishchanligimi, hem de darslarda bo'lgan ilgirlash, intilish ro'yi intayin kuchli. Hem de shu sebep bilan hem de bizning Ehson yaxshilik chekish shirkatimizmi, hem de shu senda o'tgan boshqa balduroq asliga kelib, hem de xizmat va oila, turmush ishlarining o'ngishli bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men sizga demoqchi o'g'lim, odamda bir ichki go'zallikdan tashqi go'zallik bo'ladi-ku. Hayat naqi bizdeki ma karxanchilarimiz deb aytgandek, sizda ichki go'zallik bor. Avval sizniki davolashingga biz mo'rin taraf har qanday ahvol sizga yordam qilamiz. Keyingi natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bizniki miras shirkati, biznikida siz o'qib chiqqan kasb bor. Setish bilimi, ishlab chiqarish bilimi, ondan bilan yana bozor ichish bilimi. Mo'sh bilimni qaysi birini xohlasangiz, biz shu bilimdan sizga bir kishi xizmatni bera olamiz. Rahmat. Assalomu alaykum Fatima. Va alaykum assalom. Boyamki har qaysi karxanchilaringiz bilan paranglashganingizdan hamda o'zingizning shu boyamki san'at ifodangiz, gaplaringizdan nihoyatda bir jasoratlik, irodalik bir qiz ekanligingizni ko'rdim. Hamda bu sizga bir bergan bir sinoq o'xshaydi. Ammo shu sinoqdan g'albilik, jasoratlik o'tib kelibsiz. Hamda demakchi o'g'lim bayam Intel şirketi deb o'tgandagidek har qaysi o'tag'an 11 shirkat umum holatda bir ish qilamiz. Hamda undan mening demoqchi o'g'lim, undan sirt men sizga bizning bu shirkat 20 ming yuan sizga davolanish haqiga oldin oladi. Rahmat. Fatima xo'sh bo'libsiz-a? Men siz bilan tan shunday xo'sh bo'libman. Rahmat karxanchilarga. Bugun naq maydonga kimlar keldi billar? Gulmira bilan Parizat degan do'stim keldi. Do'stingiz keldimi? Unda xo'sh biz ular bilan bir ko'rishib baqaylikmi? Hozir shu sahnada Fatimaniki amli ahvolni ko'rib xush bo'ldingizmi? Ben hoş buldum. Biz hozir mishada o'tirib ta'sirni yig'lab ketdik hisoblamoq qilgan jasoratiga. Fatimaning mijoz xarakteri ochiq, yo'ruq, noit suyimli bir qiz ekan. Sizlar do'stlarim bek amroq deyman Fatimaga. Shunami? Pek amroq pek sho'x, maktabda bo'lsin, yotoqda bo'lsin, sinfda bo'lsin, ish qilib boshqalar bilan intayin munosabat yaxshi-da. Davomli kulib yurib ish qilib, o'ziga bo'lgan ishonchi bek kuchli. Fatima bilan sizlarning do'stliklaringiz qancha vaqt bo'ldi Fatima? 12 yillik savodishim, maktabda 4 yil yotoqdishim, bir Demak, bu do'stlaringiz
sizni hozirgi kelgacha siz anglashni xohlamaydigan gaplarni sizga deb baxmidi, shundaqmi? Yo'q. Demak, sizning ortiqchiligingizni ko'rdi. Do'st degan mana shundoq bo'ladi. O'zaro bir-birining ortiqchiligini, suyimli tarafini ko'ra oladi, kamchiligini amalda ko'rmaydi. Shunda bo'lganlik uchun bizning suyimli Fatimaning suyimli do'stlari izchil turda uning yonida bo'lib kelibdi. Bu do'stlarni intayin faxrlandiqchimi? Undaqdan ko'pchilik hammaylar sizga olqishlar bilan madad beryotdi. Shirin tush chambrikimizga marhamat. Shirin tushlar reallikqa aylang'isi. Marhamat. 5, 4, 3, 2, 1. Ko'pchilikda bizning qarqanchilarimiz Ko'ryapsizmi bor? Jami 154 numar. Shirin tush programmamizda, shirin tush sahnimizda, shirin tushlar reallikqa aylanmasi muborak bo'lsin. Rahmat. Ko'pchilikka rahmat. Fatima, sizga peximizga g'ayrat, jasorat tilaymiz. Bundan keyin davomli kulib yashashingizni umid qilamiz. Ko'pchilikning mehr muhabbati bilan kelgusigizning texmi parlaq bo'lishiga tilakdoshmiz. Rahmat. Xo'sh, muborak bo'lsin. Hayotning mushkul sinoqlari oldida jasorat bilan o'rnidan dars turgan bu qiz ko'pchilikning yuragini titratdi. Uning xushxuy mijozi, ko'tarangu kayfiyati, tamkinda qaysarligi bizga sog'lom psixikaning qudrati haqida dars so'zladi. Dadil qadamda shirin tushlarning amalga oshishi uchun hal qilg'uch rol o'ynadi. Fatima, shirin tush programmasi siz operatsiyadan chiqqandan keyin uyingizdagilardan tushgan suratni ekranda ko'rsatib, baxt va xushalliqning fayzini surgan damlaringizga o'rtoqlashadi. Ko'ryapsizlar, Xinjiang televiziya stansiyasi bilan Urumchi Andiy madaniyat tarqatish e'lon chekli shirkati birlashib ishlagan Ixlos shirin tush programmasi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Kim bo'lsiz? Assalomu alaykum, barliq aziz mehmonlar, ustozlar. İsmim Mevlancan Muhammed. O'zim Xinjiang Yezilik Palla Akademiyasida xizmat qilaman. İşten sirtqi shu
naqsh müzik ijodiyati, muzika bilan shug'ullanaman. Şirin tush programmamizga kelishdiki maqsadingiz, sizning orzuyingiz nima? Bu programmaga kelishdiki asosli maqsadim birisiga o'zimning shu san'at jihatdagi alayligimni namoyon qilish bilan birga, hamda bo'lsa shu oramizdagi ustozlarimizdan yoki shu korxonachi do'stlardan bizga bir kichik tipdagi bir kechilik qilib bersa, endi men o'zimning ijodiyatlarini ro'yobga chiqargach, andin bir qism siz eng yaxshi ko'rgan nadir asarlarni o'tirg'a chiqarsak, andan keyin shu orqali shu kechilikdan kirgan barliq kirim hamda bilet kirimi, uni boshqa e'lon kirimi deymiz, boshqa nurg'un shu kirimni butunlay shu hozirgi qiyinchiligi bor o'quvchilar bo'lsin, mayli jamiyatda nurg'un qiyinchilik qilayotgan kishilarimiz bor, shularga iyon qilsak degan maqsadda. Yaxshi Abduljon, siz korxonachilarimiz mablag' silib, qo'llab bir kechilik o'tkazib bersa, shu kechilikka biz xolis o'yin qo'yib, kirgan kirimni saxovat ishlariga ishlasak demoqchi. To'liq ishlasak. To'liqi bilan. Hozir menda bunday bir xiyol tug'ilib qoldi. Siz o'zingiz Palla akamiz ekansiz, Yezilik Palla akademisida. Anandan keyin Jungoning o'zini aytdi, cho'ng bir Yezilik deyildi. O siz qilayotgan Palla akademisi ishlaydigan ishni xalq odam qila olmaydi. Uning uchun bir shu shartni hozirlagan odam bo'lmaydi. Hayat cheklik, iqtidor cheklik. Unda bo'lgan bu cheklik hayotni, cheklik iqtidorni texnik ehtiyoj bo'lgan talab ishlatsa qanday bo'ladi? Mushtatda biroz bir qarshingizdan o'rtoqlashib qilsak bo'lamdi. Oliy maktab imtihonisiga tayyorlik qilgan mezgilimda dadamning orzusi bo'yicha men Yezilik universitetiga o'qishga kirgan. Maqsadim hamda men shu san'atni qo'shimcha etmangab, o'zimning kasbimni shu san'atni ishlasida tanqid. Masalan, Anvar Abdugul apandim o'ltiribdi. Anvar Abdugul apandim misolga shunday desak bo'ladi. To'g'ri. Demak, siz izchil turda san'at uchun tirishyapsiz. To'g'ri. San'at sohasida bo'lish, sahnada bo'lish sizning shirin tushingiz. Shundaqmi? To'g'ri, mening shirin tushim. Sizning orzuyingizga qarata mening bunday bir takliflarim bo'lib qoldi, shu savollarim. Siz hozir kichkagich bo'lganlikda boshqalarga yordam qilgan ishlaringizdan o'zingiz eng xushal bo'lgan yoki eng rozi bo'lgan ishdan birani deb berasiz. Endi men hozir rasmlasam tilga chiqqidek bir nima topolmayapman-ku. Men samimiyam deb bunday aytganda. To'g'ri, to'g'ri. Ko'nglimni gapni qildim endi. Nima degan vaqtda men savolni sizdan-ku tuyuqsiz so'radim. Demak, sizningki nurg'un yordam qilgan, nurg'un ahvollaringiz bo'lishi mumkin. Siz damillikqa esingizga olmagan bo'lishi mumkin. Demak, siz esingizga olmasingizmi? Men sizning vujudingizdan ashunday bir xil ishni, boshqalarga yordam qiladigan, qiyinchilik borlarga qo'llaydigan ashunday bir ishni his qildim-ku. Shunga oxirida men sizningki orzuyingizningki chiqishiga, ro'yobga chiqishiga tilakdosh bildiraman. Rahmat. Rahmat. Xudoy yaxshi bekvalingiz. Sizning orzularingizni angladim. Bizning o'zga shirkatlarning shunday bir plani bor-ku. Ama shu ishdan sirtqi havaskorlari va san'atchilarni chiqib bir ashta bir naqsh uyushtirish. Bir mustaqil qilgan ashta bir plan bor. Sizning bor planingiz dal shunga tushib qoldi ekan. Bo'lsa siz bor ishlar tugagan ekan shirkatimiz bilan aloqa qilsangiz biz bu shuni ham rahmat. O'zimning kichkina bir taklif fikrim devalsam, endi bundachu hozir bu jamiyatimizda xayr saxovat kechishlar nojiq o'tkazilyapti, hammamizga ma'lum. Mening bir ta'kidlaydiganim nima degan chaqda bizning qilayotganimiz endi naq maydon muzika, naq maydon naqsha hech qanday foyda olish maqsad qilmaymiz. Butunlay 100%. Shuni butunlay iyon qilib olsak demakchi. Husniguldan so'rab baqay, Husnigul shirkati direktoridan. Undaqda hozir Mavlonjoyimiz degan o'xshash saxovat ishlariga ishlatishni sizlar xohlamsizlar? Biz buni burunli planlab qo'ygan. Biz buni endi balkim 2015 yil oxirigacha balki ro'yobga chiqib qilish mumkin. Unda bo'lsa, bizning aziz mehmonlarimizdan Juratkamning gapi ekan. Yaxshimisiz Juratka? Ikkimiz kasbdoshkanmiz. Siz o'zingizning hozir shug'ullanayotgan kasbini yaxshi ko'rsiz, shundaqmi? Shundaq. Uningdan boshqa ma'vu o'zingizningki amalga oshirmoqchi bo'lgan bir kichik g'oyangiz. To'g'ri. G'oyachi insonni ulug'lashtirdi. Mushu g'oyada ching turing. O'zingizning kasbida siz natija orting,
o'zingizning yana boshqa g'oyasini amalga oshirish uchun tirishing. Men bu jihatni qo'llayman. Yana birisi, siz hozir bu kechilikni o'zingiz yolg'iz chiqaramsiz yoki do'stlaringiz bilan chiqaramsiz? Bu kechilikni uyushtirishda endi bizning atrofimizga muzika atrofimizga bolalar bilan yana bir Loyiqli yigitlar shundami? Unda sahnaga chiqmamda u yigitlarmi? Andiki sizga shay turib madad versa deyman. Qanday Shamsiya? Bo'ldi. Qani, marhamat. Yigitlar sahnaga marhamat. Hammalarning bir o'rtaq she'rin tushunlar bor. U bo'lsa-mu sahna, chiroqlar yinib turgan sahna, soz, naqsha, muzika, shunaqmi? San'at chiqib aytganda. Bizning yoshlarda intilish ro'yi yaxshi bo'lardi hozir. Masalan, siz shu kechilikni ro'yobga chiqardingiz deylik masalan. Demakchi o'g'inimiz mush sahnadan keyin sizlar eng og'ir erishmoqchi bo'lgan unuminglar hamda bir qitimliq sahnaga chiqib o'zinglarning talantinglarni namoyon qilish bo'ldi. Hamda bu orqali eng og'ir yetmoqchi bo'lgan nishon o'zinglarningki talantinglarni jamiyatga namoyon qilish, shundaymi? Buningdagi maqsad ikki. Birisi mush unumga erishmoqchi. Xo'sh unumga erishmoqchi. Mush orqali birisi o'zimizni tashviq qilmoqchi. Bu gapni rost demasak bo'lmaydi. Andin yana birisi eng muhim bo'lgan shu xayr saxovat ishiga to'kib qo'shmoqchi. Unda o'ganda 2015-yili bir qanday kechilik o'tkazsak, 2016-yil uchun o'ganda. 2016-yili biz yana davomli hamkorlashsak bo'ladi. U vaqtida masalan tunji qilayotgan qilgan ishning haqiqatan kamchiliklari, nuqsonlarini aytijaq bo'ladi. Ikkinchi qitim qilgandan keyin u texmo cho'ngayib, zo'rayib mang'an gap. Sizlarning hozir guruhda muzika, naqsha, asosan qiliplashgan bir guruh deb qaramsiz guruhingizni. Hozir shunday qarasak bo'ladi. Hozircha faqat qiynalib mablag' masalasi shundaymi? To'g'ri. Unda o'z bizning Intel Madaniyat tog' shirkatimiz sizlarningki shu muzika jihatdagi, naqsha jihatdagi talantlarni biz bilmaymiz-da. Agar endi xohlasanglar biz bir qitimliq shu talantlarni bir qitim kirib baqsak, agar mumkin bo'lib qolsa biz mablag' solsak bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Rahmat. Xo'sh. Birodarlarimiz yanilmish yerda turib sizga madad bersin. Qani, she'rin tush markazimizga marhamat. 5 4 3 2 1. She'rin tushlar ixlos bilan tirishqandilar reallikqa aylanadi. Şinjan ixlos kasbiy taraqqiyot cheklik sherikti ixlos she'rin tush programmasi orqali she'rin tushlaringizni amalga oshirishga hamdam bo'ladi. Programmamizni sifatlik mahsulotlar va iste'molchilar qalbidagi yuqori innovati bilan guvohlar yemeklik sohasida alohida obraz tiklagan Şinjan sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik sherikti alohida talab qilgan. Yeni 3 2 1. Marhamat. Xo'sh, naq maydondagi tomoshabin do'stlarimiz bilet tashlab bo'ldi. Karxanchilar. 50 numar 113, 50 numar 163 numar. Afsus Mevlancan, bizim qaydımız bo'yicha 210 numaradan oshganda andın ahmiyetlik she'rin tush egisini tanlash bosqichiga qadam tashrif qilib bo'ladi. Lekin har bir odamning go'zal orzu armonlari bo'ladi. Sizning o'zingiz ahmiyetlik deb qaragan go'zal orzu armonlaringizni amalga oshira oladiganligingizni ishonamiz. Sizning orzu armonlaringizni hech kimning tartib olish huquqi yo'q. Shunglashqa davomli alg'a. Rahmat. Rahmat Mevlanjon. Rahmat. İnsan öz hayatını texmi ma'nilik, ahmiyetlik o'tkazishni arzu qiladi. Bundaq arzular insonni to'xtamay tirishishga, o'z talantini ifodalashga undaydi. Mevlanjon Muhammad va uning do'stlari o'zlari o'rinlagan lirik muzika bilan she'rin tush sahnasining jalbkorligini texmi oshirdi. Gerçi ularning arzusi bugun reallikqa aylanmagan bo'lsa-mu, muvaffaqiyatning keng va cheksiz imkoniyati hamon bir kuni quchiqini keng ochadi.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, hammanglarga Eliyar Yaqubdan o'ttiq salom va oliy ehtirom. İlyar, qancha yosh kirdingiz? 11 yosh kirdim. 11 yosh kirdingizmi? Av bayiqi bunda qilgan harakatni kim uyut qo'ydi? Akallarimda yig'inagandim. Ana ashta bir yeri bor. Adi peqirashmi xili Fayzi? Qaysingiz to'qaysiz? Deb to'qayman. Qayerdan keldingiz? Ko'rilda. Ko'rildanmi? Ko'rildan keldingiz. Bugungi programmamizga qatnashib hayajonlandingizmi? Men sizni ko'rib shunda xushib ketdim, Jumo. Hayajonlandim. Nimishqa bu naqshni tanladingiz? Chunki uzamgim shunda mas keldikan. Kichik bolalar xos naqshgan. Kichik bolalarning ko'nglidagi gaplar bor ekan bu naqshida. Orzuyingiz-chi? Arzuyim bo'lsa, mening onam bir tozliq ishchisi hamda. Bu onamning shu bir haftada yarim kilo toz ash'orim bor. Shunga bu onam o'tkinchikasi kechdi. Oram meni maktabdan ekilib ulgurib shu. Cho'nam 2 kunda bir qon tozlatamiz. Shu onam 5 qizning ichida onam eng qariyamaydi cho'namga. Shunga dadam tugab ketgan hamda. Shunga onamdan ayrilib ketishdan burun yaxshilik olaydigan onamga. Yishingiz kichik bo'lgan bilan shunchalik aqlliq, shunchalik aqlingiz to'shqan bola ekansiz-jimi o'g'lim. Shuna ta'sirlandim. Nimishni qilgingiz ba? An konkret nima qilib bergingiz, nima qilgingiz ba? Endi men kichikkina orzuyim onam qo'ygan. Shu shijib basam deyman. Uyimizda kiralg'u yo'q, onam. Voy onam o'jon. Anangizni jabhat atib ketyapti deb bir ish qilib bergingiz ba, shun kiralg'u abasam deysiz shundami? Men bir quchoqlab olaychi, sizni bolam nimda o'moqsiz. Nimjon bolam, kiralg'u emas, bek oson. Ana. Tabassum. Apangiz qanday kiralg'u beradigan tans? Necha kiloluq? Tabassum şirketidagi eng esil kiralg'un edi. Mayli qandan emasmiz. Shunchalik qanoatchana. Bek suyimli bo'lgan bu. Bunda asal sizningki orzuyingiz ne? Tabassum shirkati amalga oshirib berdi. Uni xotirjam bo'ling. Sizga bir dal kiralg'u aytganlikka uyingizga boradi. Telefon nomerlaringizni, adresingizni bizga ta'minlab bering. O'sha yerdagi programmadagi xizmatchi xodimlarga. Xizmatchi xodimlarga bersangiz, aytganlikka uyingizga boradi hamsizmi? Rahmat. Tabassum shirkatiga rahmat. Bilet tashlamay turib orzuyingiz reallikka aylanib bo'ldi-ku. Rahmat, hammanglarga rahmat. Hammanglarga rahmat. O'ttiq salom hammanglarga. Voy jon, bu mahkam. Challenge programmasiga bo'lsam, mama gaplarni deyman deb o'ylab olgan gaplaringiz bormi? Yo'qmi? Bayiq gaplarni ildisingiz bo'ldi sizga. Naqashim kiralg'u vaqasi yuz bersa bo'ldi bu yerda, shundami? Opangiz bek chapakashgan-a? Onun ustiga Ko'rli shahri mamlakat bo'yicha jalbkor shahar bo'lgan, tozliqda nihoyat yaxshi, hammamiz bilamiz, nihoyat go'zal shahar. Ko'rli shahri va shundaqla Abdun rayonimizning har qaysi joylarining muhit tozligi uchun, pokizligi uchun to'kib qo'shayotgan barliq muhit tozliq ishchilariga chin ko'nglimizdan salomimizni, ehtiromimizni yo'llaymiz. Shularning qatorida sizning suyumlik, mehribon, vafodor opangizga hurmatimizni bildiramiz. Bizning salomimizni cho'qim yetkazib qo'ying bo'lamdi? Ondan başqa mojiratdan da qiynalib qolyapman deydigan taraflaringiz bormi? Yo'q. Bek suyumlik bo'lgansiz balam. Ishlaringiz o'ngishli bo'lsin, maktabda yaxshi o'qib, yaxshi yigit bo'lib, shu kuyimchan, jabakash onangizning umidini aqlan bo'lamdi? Bo'ldi. Bu o'g'limizning da çok güzel arzuları var ki arzuları
iş bo'ldi. Men baş o'g'limizniki omaq so'zlarga opasiga bizniki shu o'stirgan mahsulotning 3-avlod bir yurish mahsulotlarni so'qilay bo'lsa opasi güzel bo'lsa. Pek yaxshi bo'ldi ya. Pek yaxshi bo'ldi. Yana boshqa sovg'atlar bo'lgan bo'lsa ham yaxshi bo'ldi ya. Ya bo'ldi, yetdi. Jilatdan gap bor ekan. Ikki narsani degim keldi. Birisi meningcha bu yigit ömürde öz küçüğü tayinib apsığı bir kral qo'yadi. Buni unutqanmaslik kerak bu yigit. Shundanmi unutqanma buni. Ikkinchisi yana bir mush yigitninki abayqi gapiga yoshiringan bir ma'ni chiqdi. Hammamiz kunda tozliq ishlarini ko'rganda ya ko'chada manganda tamoq qoldiqlarini qog'ozdan oz tashlasak, shu tozliq ishchisi opsi uyiga baldur ketib bu bola qaraydi. Şunun qaydası. Mana shundoq suyimlik balalarning, ana shundoq suyimlik onlarning azroq jabo tortishi uchun, uyiga balduroq qaytish uchun hammamiz harakatimizni o'zimizdan boshlaylik. Rahmatlar. Unda bo'lsa tush markaziga marhamat, shirin tushlar reallikqa aylang'isi. 5 4 3 2 1 Cami 233 numar mübarek olsun. Demek bizning bu kuyimchan o'g'limiz tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichiga qadam qo'ydi. Bugun mo'l hosil az emas o'g'lim. Davomli shunday kuyimchan, mas'uliyatchan yigit bo'ling, arzu armonlaringiz reallikqa aylansin. Rahmat. Әмділ 11 yaşga kirgan bu inimizning vafodorligi hammamizni so'yindirdi. Onun kichkina vujudidan parlayotgan mas'uliyat va muhabbat turmushimizdagi poklik, beg'uborlik va go'zallik haqidagi qarashlarning texi yetarsiz ekanligini his qildirdi. Onasining jafo mushaqqatlarini his qilib, onasidan ayrilib kelishdan ansirayotganligidan beshorat bergan İlyar programmamizda o'zining kichkina orzusini amalga oshirdi. Tozliq ishchilarini hurmatlash va muhit asrash masalasi oldimizga yana bir qitim tashlandi. Pakiz muhitni saqlab kelish hammamizning orzusiga aylangusi. Şehrin tushlar ixlos bilan tirishqanlar reallikqa aylandi. Şinjan ixlos kasbiy taraqqiyot cheklik sherikti ixlos sherin tush programmasi orqali sherin tushlaringizni amalga oshirishga hamdam bo'ladi. Programmamizni sifatli mahsulotlar va iste'molchilar qalbidagi yuqori innovati bilan guvohlar yemeklik sohasida alohida obraz tiklagan Şinjan sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik sherikti alohida talab. Ekrandagi telefon nomeri yoki UY Novator orqali tizimlashni umid qilamiz. Tizimlash haqi ilinmaydi. Şinjan sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik sherikti alohida talab qilgan Şerin tush programmamizning bu soni qatnashgan maylarga, sehiy qo'llarini sungan barliq korxonchilarga va muhabbatli tomoshabinlarga, shunaqla ekran oldidagi ko'rman do'stlarga cho'nqur tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.